Oh, maşallah. Akalar, pechkani nomuradini kiyamiz. Bunisini yoqamizmi aka? Yoqamiz aka. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, maşallah. Akalar, videoni boshida biz kraskani tekshirib qo'yamiz. Vohada vodiy pechka qonni ishlatishar ekan aka. Voh, malladingiz. 25. Mana bu listlari 3 plyusovoy, rossiyskiy 3 plyusovoy. Yonida zashitasi bor. Mana qo'l tep, yosh bolalar kuyib, Mashallah. Chunki bu yerda haqiqiy keyin aka. Bu full variant aka. Ha, eng zo'r. Eng oliysi orqasida tapchani bo'ladi, ichida ketmonchasi chiqadi, tepada zashita mana shu guldan qilingan, misol yosh bola ovqat-po'qat choyni qo'yganda tortib yormaslik, shu himoya qiladi. Ham chiroyli, ham qulayligi bor. Menimcha bu zakazga bo'lsa kerak. Bu zakazga. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, maşallah. Akalar, videoni boshida biz kraskani tekshirib qo'yamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bilyaptimi ishlar? Rahmat, sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Xo'p, aka, bu kraskani tekshirib qo'yapmiz hozir. Kraskasi shu 1000 gradusda ham 1200 gradusga chidami bor aka. Rossiyani Elkon firmasi kraskasini ishlatyapmiz aka. Xudo xolasa aka, kraskamiz behijolat aka. Behijolat aka. Behijolat aka. Qani boshdan kelamiz. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga kelganmiz. Akalar, vodiy pechkani ishlab chiqaradigan zavodga kelganmiz degan bo'ram. Mana bu qarang. Ob'yomni kattaligiga qarang. Aka, buni o'tgan yili ham rosa syomka qilganman-da. Bu minglab obunachilarimizga yetkazib berdilaring dastlabkilarigacha. Mana bu yil sezon boshlandi. Boshlandi aka. Bizga shu narx-navolarini, akalar, sifatlarini hamma bilan bitta ma'lumot bering, xudo xolasa bir manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Aka, hozir necha xil turi bor? Xo'p, aka, 2 xil variantimiz bor hozir aka. Bunkeri xo'p 25 ga 25 deyiladi aka. Bunker qismi. Mana shu 25 ga, bunker mana shu 25 ga 25 surali taraf 25 bo'ladi. Og'zi 20 ga 15 bo'ladi. 20 ga 15 bo'ladi. Kraskali. Mana shu katta varianti. Bu eng kattasi. Eng kattasi 25 ga 25. Mana bu listlari 3 plyusovoy, rossiyskiy 3 plyusovoy. Yonida zashitasi bor. Mana qo'l tep, yosh bolalar kuyib, Mashallah. Chunki bu yerda haqiqiy gradus bo'ladi. Qizarib ketadi-da. Qizargandan keyin mana yosh bolalar ushlash. Ha. Himoya zashita qilinadi aka. Shuni ham yo'lga qo'ygansizlar. Ha, o'tgan yil yo'g'ida bu yil chiqardik aka. Yangilik. O'zi aka, video boshidan aytdim, vohada ham trend ekanmi vodiy pechka aka, ko'rsatmasin. Vodiy pechka bo'lmasa olmaydi vohaliklar. Aka, shu Voha, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo shu vodiy brendi asosida qilingan pechka oladi. Aka, o'tgan safar kelgan o'tgan yili buni bilishsa 208 dedi o'tgan yil. Bu yil mana hisobga 3 plyus qo'yib oldilar. Endi bu yil aka endi zamon rivojlanyapti. Shuni hisobiga aka 3 plyusovoy qo'yishdi shu klientlarimiz talabiga binoan aka 3 plyusovoy qildik. Yoniga ikki tarafiga zashta qo'ydik. Ham chiroyli turadi uyga qo'yganingizda aka. Ham sifat xizmat xudo xolasa aka behijolat yonishi ham mana o'zingiz ko'ryapsiz aka. Choklarini ham chotka qilingan ekanda, choklari aka svarka apparatda quyilmaydi, montajniy aka. Aka, keyin ko'pchilikdachi endi ko'ryapmiz, misol uchun yondan suriladiganlarni ko'ryapman-da, sizlarniki. Ostiga ekan. Papa deydi-yu. Qaynoq aka. Mana qarang akalar mana. Hop. Puldoni ham o'zida ekan, maxsus aka. Puldoni o'zida aka. Pulini olib chiqib, bemalol tashqariga olib chiqib to'kib kelishaveradi aka. Pulini tashqariga olib chiqib, bemalol to'kib kelishaveradi. Endi aka, sizga savolda, bu kattasi. Bu kattasi. Deylik, bizning uyimiz, deylik, 5 ga 7 bo'lsin, ha? Hop. Shu ertalabgacha qancha nima qilib beriladi? Aka, sutkasiga endi kimdir 12 kilo, 13 kilo. Aka, uyda utiplitiga qarab. 15 kilo bilan 18 kiloda orasida aka bir sutkasiga ko'mir rasxod qiladi. Bir sutkasiga 15 kilo bilan 18 kiloda oralig'ida shuni rasxod qiladi sutkasiga. O'shanda siz xohlagan aka effektni beradi. Tushunarli. Aka, bu sal ochib qo'yilgan bo'lsa, yonishi kuchli bo'lib ketadi. Tayini ozgina ochib qo'ysa, o'sha ham zaslonka, ham kuldan vazifasini bajaradi. Ozgina 1 sm ochib qo'ysangiz, ichkariga issiqni yana ham kuchaytirib beradi. Yopib qo'ysiz o'zini holatiga. Ikkala tarafida ham bor ekan. Ikkala tarafida shu zashta qo'yilgan, vodiy brend urilgan pechatlar bor, ham tepasiga. O'zi eng hadoyi mana shu ekan, aka. 25 ga 25 mana shu eng hadoyi. Ham o'tin, ham ko'mirdikda bu. Buni puli qancha bo'ladi?
Buni aka, xo'p, 1 million so'm qilib beramiz aka. 1 million so'm shetda bo'ladi narximi aka? Shetdagi narxi, dastavkasi kelishilgan holatda 12 ta viloyatga qilib beramiz aka. 12 ta viloyatga, hamma viloyatga chiqarib beramiz aka. 1 million so'm shetdagi narxi. Shetdagi narxi. Bekitib turaylikchi qani. Nimasi ham aka qay? Plotniyda qay? Shaqa tushadi mana akalar. Bilasizmi? Plotniy tushadi. Yaxshi. Endi aka o'tgan safar metiga naqalar qo'yilgan deydi, nima deyiladi? Tapchanimiz. Tapchan orqasiga abdasta nimani bor aka, qo'shib beramiz aka. Sizni obunachilaringiz Baraka bozordan chiqdi desa aka bonus aka. Tapchan bo'lsalar choynalar qo'yib qo'yishadi-da. Qo'yiladi, ha. Sizni aka o'sha obunachilaringizga aka maxsus Baraka bozordan desa aka bepul qo'shib beriladi aka, bonus. Shu pulni 1 million ichida qilib beramiz aka. Bu full variant aka. Ha, eng zo'r. Eng oliysi orqasida tapchani bo'ladi, ichida ketmonchasi chiqadi, tepada zashta mana shu guldan qilingan, misol yosh bola ovqat-po'qat choyni qo'yganda tortib yormaslik, shu himoya qiladi. Ham chiroyli, ham qulayligi bor. Mencha bu zakazga bo'lsa kerak. Bu zakazga aka. Buni aytsa qilib beriladi aka. Endi aka aytaman, kraskasiz varianti ham turibdi. Bismillah. Akalar, buni ko'pchilik aytadi, menga kraskasiz kerak deyishi mumkin-da. Bekraska. Ha, bekraska. Bu qancha bo'ladi pullar? Bunisini aka 900 ming so'm qilib beramiz. Bu arzon. Kraskali bilan 100 ming, bunisi arzon aka. 900 ming so'm qilib beramiz aka buni. Aka, keyin o'tgan safar bor-ku, mana shu munosabat nima chugun deyiladimi aka? Ichidagi chugun aka. Ha, mana shu juda sporni bo'lib ketib qoldi. Mana shu narsa kuymas ekan, uncha-munchaga. Ha. Temirdan qilishgan o'tgan safar. Ha, o'tgan safar. Akalar, vodiy pechkani yana bitta bu plus tarafida. Plus, ha, bu yil o'tgan yili bu armatura chiqarganmiz Begavodnikini. Endi bu yil shu klientlar shuni aytishdi, biz shuni qildik. Ha. Cho'yan qo'ydik ichiga. Bu endi pulda misol uchun, lekin qo'shilmagan-a? Yo'q, bunga pul qo'shilmagan aka. Pul qo'shganimiz yo'q. Endi bu qanaqa variant aka? Xo'p, aka bunisi 20 ga 20. Bunkiri to'ralar tarafi 20 ga 20 deyiladi. Og'zi 15 sm ga 15 sm bo'ladi. Ozgina kichkinarog'i bo'ladi bunisi. Qani bismillah. Bu yoni bo'pti aka. O'timiz tugabdi. Aha. Yaxshi. Normal kraskasi. Buni puli qanaqa bo'ladi? Buni puli 950 ming so'm aka. Arzon ekan bu. Bunisi unga nisbatan 50 ming so'm arzon. Xuddi shuni B kraskasi bor, kraska qilinmagan. Unisi 850 ming so'm. Tushunarli. Endi aka misol uchun uy kichikroq bo'lgan bo'lsa, katta olmaydi, buni olib qo'yar ekan. Buni olaveradi. Bu shu bir 20 kvadratdan 30 kvadratgacha bo'lgan joyda isitib beradi. Va unisi 30 kvadratdan 50 kvadratgacha bo'lgan joyda isitib beradi. Ana shu 50 kvadrat deganingizga endi biz mahalla choyxona bor-da aka. Mahalla choyxona o'rtaga qo'yib qo'yishdi bor aka. Yetyapti, joylar qaynatib olgan yo'q, katta zalda aka. Normal turibdi akalar mana shu. Bo'ldi gap yo'q. Endi mana shundan bitta ko'rib qo'yaylik aka. Mana akalar hamma choqlari mana hozir yonmagan holati, yangi mana. Mana shu ko'rishda kirib boradimi aka uyga? Klientimiz uylariga? Ha, odam, ha. Mashinadamidi? Shetda aka, mana tapcha masha aka qo'shib beriladi. Mana metga qo'yib ko'rak menga. Mana shu yaxshi ko'rinyapti aka. Bu qo'shib beriladi aka. Bunisi qo'shib beriladi aka. Oddiy tushar ekan aka. Shunday plotniy tushadi aka. Malades. Mana bu idishchasi ham akalar qarang mana. To'g'rimi aka? Bu narsa ko'pchilikda yo'q-da lekin. Yo'q, bizda aka bu. Bu ham endi akalar bilasa temir ham pulda endi bu ham. 2 lista qilingan aka bu ham. Bu narsa endi aka kuldon. Ertalabgacha to'ladi, ertalabga zapravka qilib qo'yaveradi. Ajoyib. Ham kuldon vazifasini bajaradi, ham zaslonka. Lekinchi aka, puliga yarasha narsa ekan. Aka. Rostdan ham. Akalar maqtamayman, hozir kunda eng kerak narsa. Narxi ham qarang. Qancha deyapti kichkinasi? 950 ming. Kichkinasi 950. Kattasi 1 million so'm. 1 million so'm. Buni qo'shib bergan narsami o'sha nima? Tapchan narsasi. Kurechasi ham bor-a? Kurechasi. Tozalagichi mana akalar. Bo'ldi. Nima kerak bu yana bosh? Bo'ldi, qish o'taveradi shu bilan. Ha, ko'mir olib qo'yishadi azaro. Ko'mir bo'ldi shu. Endi bizning obunachilar, o'sha do'konchilar bu, xizmatchilar bor. Aka, men tirikchilikka menga bir 20 ta o'tsa, haftasiga olib kelib turasiz. Kelishaveramizmi bunga? Aka, kelishamiz. Har qancha miqdor cheksiz aka. Xohlaganicha aka qilib beramiz aka. Zavod bu bitta aka, birinchisi bu. Ha, ko'rdim hozir. Ikkinchisi bor. Aka turib borasiz. Uchinchisi 3 ta aka bazamiz bor. Hamma aka apparaturlarimiz bor, lazerimiz bor, gipimiz bor aka. Hamma texnologiya bor, o'zimizdan chiqadi aka. Akalar, xullas, vodiy pechka hozir trendda turibdi. Bor, boshqa pechkalar ham bor. Lekin buni shaxsan o'zim 2 yildan beri syomka qilyapman. Endi biz obunachilarimiz bilib bo'ldi. Buni gapirishga yoqib ham ko'ra bo'ldi-da.
Xullas endi telefon qilish kerak odam olish. Aka telefon qilishadi, men muammosiz aka. Qattiq 12 ta viloyatga chiqarib beramiz aka. Dastavkasi kelishilgan holda aka. Endi bitta savol bor-da. Deylik Samarqandda obunachimiz hozirga telefon qildi. Necha kunda yetib boradi? Aka 2 kun, 2,5 kun Samarqand. Ha, marshutimizga qarab ketaveradi. Ha, 2 kun, 2,5 kunda qo'llariga yetib boradi aka. Aka, vodiy bo'ylab 1 kun. Ha, vodiy bo'ylab 1 kun. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryolar 2 kun, 2,5 kunda qo'llariga yetib boradi aka. Lekin akalar mana hamma ma'lumotni berdik deb o'ylayman. Yana savollar bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashalloh. Bo'ldi aka. YouTube'ga qo'yaylik, egasi yetib borsin. Sizga rahmat. Sog' bo'ling aka. Bugungi sanamiz akalar, bugun shanba 6 dekabr 2025-yil syomka qilindi. Rahmat aka.